Bugungi bemorimiz o't tosh kasalligi bilan og'rib turadi. O't qoplarida ko'p miqdorda toshlangan. Davosi o't qopni toshlar bilan olib tashlash. Mana to'xtashlar. Mana ko'ryapsizlar olingan toshlar, mana katta toshlar, o'rtacha toshlar, mayda toshlar, mana qumsimon toshlar hatto mana ko'ryapsizlar. Operatsiya muvaffaqiyatli tugadi. Oxirida bemorimizga operatsiya jarohatlariga kosmetik pichoqlar qo'yildi. Hammasi yaxshi.